Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube'imiz ishqibozlarimizni kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimizga va qo'shni davlatdagilarga xudo xolasa bugun gazoblok stanok bergan akalarimizga yana qolip olib keldik. 3 ta dona qo'shimcha. Bu yerda hozir bu yerda hozir 22 dona qolipimiz bor. Yana 3 ta dona qo'shdik, 25 dona bo'ldi. Hozir bu yerda faqatgina rushnoy holatda ishlashyapti. Kecha quyilgan gazobloklarimiz mana xudo xolasa ko'rishlar mumkin. O'ta ideal holatda. Qoliplarimizdan chiqishlari ham, burchaklari ham ko'rib turishlar mumkin. O'ta ideal holatlarda xudo xolasa. Bu yerda qoliplarimiz 25 dona bo'ldi. Endi 25 dona qolipimizdan hop 300 ta g'ishimiz chiqadi. Mishalkalarimiz ham 220-380 ga bemalol ishlaydigan mishalkalardan bo'ladi. Bochkalarimiz, suv yo'nqichlarimiz tepaga o'rnatilgan. Hozir bu yerda 380 tok borligini hisobiga faqatgina tokdan foydalanishyapti suv isitgani. Xo'p, suv isitish sistemalarini katyollarga ham mosladik. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Akamiz oldin mana bunaqangi ishlangan qolip olgan ekan. Ishlangan qolip olib bir hafta 10 kun ishlatdi. Ish bermagandan keyin mana shunaqangi qoliplarni sotib oldi xudo xolasa. O'shandan keyin mana ish jarayoni ketyapti. Gazoblok deyarli yo'q. Klientlar yetkazib bera olmayapti. Ishchi akalarimiz ham mana ko'rishinglar mumkin. Aka, qanaqa ketyapti ish? Yaxshi, yetkazib bera olmayapmiz. Yetkazib bera olmayapsiz. Boshda kunligini kulyapti ish. Kunligini kunda. Bugun xudo xolasa mana g'ishlarimiz ham abitdan keyingi dastavkaga tayyor holatda turibdi. Agarda g'ish sotilmasdan yetmas, savdo bo'lmagan taqdirda mana bunaqangi yana yangi qoliplar zakaz qilmagan bo'lar edi. Bu yerda faqatgina rushni, endi xudo xolasa avtomat diskalarni ham o'rnatamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 93 kodi bilan 750 63 63, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari. Qoliplarimiz holatlari, xudo xolasa chiqayotgan g'ishlarimiz. Uje yuklashga tayyor bo'ladigan holatda. Kecha quyilgan g'ishlarimiz bugun yuklab, o'rniga yana quyib qo'yishadi.